noldan va bugungi kungacha yetib kelganlar. Aql bilan ish ko'rish, hozirgi qizlarga maslahatim, sevgi bilan emas, hisob-kitob bilan turmush qurganim yaxshi. Buni pluslari ham bor, minuslari ham bor. Turmush o'rtog'im o'qishdan haydalib ketganlar. Oxirgi pullariga to'y qilganlar. Samootsenka oshib ketishi mumkin emas. Hozir meni hayotim, uni hayotim menda. Bizning hayot 1.700.000 oylik bilan siyladi. Bu yaxshi topadi, bu yigit, men yaxshi yashayman. Kibrda u sindiradi. Bu yerda qani kibr? Ayol kishining aurasi erkak kishiga juda katta bog'liqlik beradi. Assalomu alaykum nozik xilqatlarim. Bugun sizlarni yana bir marta ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga juda ham qiziq bo'ladigan mavzu bo'yicha gaplashmoqchimiz, ya'ni pul va samootsenka. Mehmon sifatida esa juda ko'p yoshlarga tanish va sevimli blogerlardan bo'lgan Deva Diyor Dilshodani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Dilshoda. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Sizni hamma ham tanimasligi mumkin, bizning auditoriyadagilar. Keling, o'zingizdan eshitaylik. O'zingiz tanishtirib bersangiz, baribir bularga menimcha yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Assalomu alaykum. Mening ismim Dilshoda. 97-yilda tug'ilganman, Namangan shahrida. Hozir ko'pchilikka Deva Diyor bo'lib tanilganman. Profilimni Deva Diyor desa tanishadi. Ko'pchilik Diyora deb ham tanishadi, lekin mening ismim Dilshoda. Toshkentda yashayman hozirda. Oilaliman. Haligacha farzandimiz yo'q. Hozircha shu oliy ma'lumotliman. Juda ham yaxshi. Turmushga chiqqanlar va juda ham baxtli oilani bekasilar. Eng asosiy narsa mana shu. Ayol kishi uchun. Bugun men samootsenka bilan va pul bilan bog'liq mavzuga nega aynan Dilshodani taklif qildim? Sababi o'zlari aytganlaridek aynan mana shu noldan va bugungi kungacha yetib kelganlar. Kuzatuvchilar juda yaxshi bilishadi. Lekin kelinglar, aynan qisqa videolarda emas, o'zlaridan bu haqda eshitsak va buni bizani kuzatuvchilarimizga qanaqangi manfaatli tomonlarini siz bilan birga ko'rsatib bera olishimizni bir ochib bersak. Dilshoda, nima uchun mana Toshkentga kelgansiz? Qanaqa sabablar bilan va bu qanaqa kechgan? Keling, boshidan boshlayy. Men turmush qurishimdan oldin, hozir turmushdan oldin qizlik paytimga qaytaman. Men unaqa hissiyotga beriluvchan qiz bo'lmaganman. Hattoki onam bilan maslahatlashib sevganman desam to'g'ri bo'ladi. Aql bilan ish ko'rish, menimcha hozirgi qizlarga maslahatim, onangiz bilan maslahatlashib ish ko'ring. Turmush o'rtog'imni tanlashimdan birinchi maqsadim o'qiganliklari uchun, yaxshi til bilganliklari uchun, undan tashqari kelajaklari bor bo'lgan. Shuni bilganman. Lekini bor, men hozirning oxirida aytaman. Biz o'zi o'qishni bitirganmiz, kursdosh bo'lganmiz turmush o'rtog'im bilan, litseyda tanishib qolganmiz. Bundan keyin ular Koreyaga o'qishga ketganlar. Yaxshi pul topishni boshlaganlar. Qarasam, meni dedimga yana ham to'g'ri kelyaptilar. Sevgi bilan emas, hisob-kitob bilan turmush qurganim yaxshi. Chunki hozirgi qizlar dolzarb mavzusi pul. Qiynalamanmi men ertaga? Qiynalmaymanmi? Meni boqa oladimi? Men o'zimni hozirgi otam qilayotgan narsani menga qilib bera oladimi? Shu narsani men o'ylaganman-da. Bu inson menga to'g'ri kelar ekan. Keyin ularni bilganmanki, qanaqa yaxshi insonliklarini. Endi bu avvalambor taqdir, lekin bir xilgi qizlar o'zboshimchalik bilan qilib tashlashadi ko'p narsani-da. Undan keyin bizani yaxshigina surprizlar kutib turgan ekan. Turmush o'rtog'im o'qishdan haydalib ketganlar. Koreyadan. Imtihon vaqtida O'zbekistonda bo'lganlar. U yerda shunaqa qattiq bo'lgan. O'qishdan chetlashtiruv bo'lgan. Tiklashlarga to'g'ri kelganda, o'zi 2020-yil karantin paytiga to'g'ri kelgan. Bunda hali turmush qurmagandinglar? Karantinda biz turmush qurganmiz. Karantinda. Biz planlarimiz bo'yicha biz to'ydan keyin turmush o'rtog'im bilan Koreyada yashashimiz kerak bo'lgan. Lekin afsuski biz Namanganda qolib ketganmiz. Oxirgi pullariga to'y qilganlar, oxirgi pullariga yana nimadirlar qilganlar. O'zi biz hamma narsa ularni planim bo'yicha to'ydan keyin chetga chiqib ishlab topib qilaraman. Lekin unaqa bo'lmadi. Bizning hayot 1.700.000 oylik bilan siyladi. Turmush o'rtog'im u yoqda o'sha paytda 5 yil oldin 2,5 $3,000 daromad topganlar. Birdaniga pastga tushish bo'ldi. Bu sizni fikringiz nima bilan bog'liq? Ya'ni sizga qanaqadir aloqasi bormi bu narsani? Nima deb o'ylaysiz? Chunki men telefonimni olmaganman. Aynan imtihon payti sevgiga jo'sh bo'lganlarmi bilmayman. Nimadir bo'lgan, tortishib qolganmizmi? Koreyadan uchib kelganlar.
mani ko'rishga. Albatta meni hissam katta deb o'ylayman. Buni pluslari ham bor, minuslari ham bor albatta. Pluslari ya'ni birga bo'lgansizlar, yoningizda bo'lganlar, xotirjamlik bo'lgan, lekin minusi ham o'ziga yarasha qimmatga tushgan. To'lovini to'laganlar. Yaxshigina. Agar hozir o'ylayman Koreyaga ketganimizda men O'zbekistonda qolishimga to'g'ri keladi, chunki u payt viza juda ham muammo bo'lgan. Kamida 6-7 oy alohida yashashimizga to'g'ri kelgan. Lekin bizga birga yashashimiz to'g'ri kelgan. Men o'ylayman bu narsa yaxshilikka. Men tayyoriga, men planim shunaqa bo'lganda, bu yaxshi topadi, bu yigit, men yaxshi yashayman to'ydan keyin. Yo'q, meni peshonamga noldan boshlash, shuni pulli qadriga yetish, meni otam men yaxshi oiladan chiqqan qizman, o'zimga to'q oiladanman. Men shu hayotimni davom ettirmoqchi bo'lganman. Qarasam hayot unaqa emas. Hayot teskariga aylanishi mumkin. Hamma qizlar tayyor turish kerak. Masalan, ko'p qizlar boy, mashinasi bor, topish tutish yaxshi deb tanlashadi hozir. Bu narsa xatoligini men o'zim tushunib yetganman. Nima uchun xato? Chunki Alloh peshonangizga yozgani bo'ladi. Siz shuni ko'zlab tegdingizmi? Aynan shu bilan sinalasiz. Finansivini ko'zladingizmi? Aynan finansiviy tomondan sizga yaxshigina zarba beriladi. Aynan shu narsadan men zarba olganman. Men kutgan hayot qani? Biz nega O'zbekistondamiz? Nega biz chetda emasmiz? Ozgincha vaqt ota-onamdan yashirganmiz o'qishdan haydalib ketganlarini. Chunki to'ydan keyin. Yo, to'ydan oldin. To'ydan oldin. Keyin aytganimda dadam xafa bo'lsalar kerakda, yo'q, oddiy holat qabul qilganlar erkak kishini ko'chada. Ayol aqlli bo'lsa, ayol oqila bo'lsa, barakatli bo'lsa, sabr qilsa, yaxshi bo'lib ketasizlar. O'zbekistonda ham xuddi aytganlaridek, hozir nolimayman. Hozir o'zlari ham aytadilar, Koreyadan ko'ra menga O'zbekistonda omad kulib boqdi. O'rtada biz ketmoqchi bo'ldik Germaniyaga, Kanadaga, Koreyaga. Chunki bizga qoniqtirmadi bu pul. O'zbekistonda nimaga aynan chetga chiqib ishlash? Chunki kimdan kelib chiqdi? Sizdan? Turmush o'rtog'imdan. Turmush o'rtog'ingizdan. Sizni o'zingizdagi xohish qanaqa? O'zbekiston. Nima uchun? Chunki samatsenka bilan bog'liq bu narsa. Men u yoqda qiynalaman deb o'ylaganman. Xo'p, nega unda to'ydan keyin qani men xohlagan hayot, menga va'da qilingan hayot dedingiz? Ya'ni Koreyani nazarda tutib oldim. Lekin u narsa bilasizmi, men o'rganib bo'lganman-da shu hayotga. Ha, shunaqa ekan. Ich-ichimdan men ketish xohlamaganman. Mana har doim aytaman, ayol kishini aksi erkak kishi deb, ya'ni sizni aslida ketgis kelmagani uchun siz ularni qaysidir bir arzimagan narsa bilan tortib oldingiz, hayotingizga endi O'zbekistonga qaytarib oldingiz. Bu yoqda yo'llar yopildi va boshqa tomonga chiqish ham hattoki iloji bo'lmaydi. To'g'ri aytdingiz. Hozir ming bor uzr gapingizni bo'ldim. Biz universitetda o'qiganmiz, hammamiz hali turmushga chiqmaganmiz. Ko'p qizlar menga havas qilardi. Endi u paytda shunaqa bo'lgan, "Voy, sen turmushga chiqqaningdan keyin ketasan Koreyaga" desa, menga bu yoqmaydi. Menga chet yoqmaydi menga. Menga O'zbekiston yoq. Meni dugonam bo'lardi. Bitta qiz shunaqa harakat qilardiki, Koreya davlatida yashadi. Unda u imkoniyat yo'q edi. U imkoniyat yo'q edi. U o'sha fikri bilan, lekin men baribir O'zbekistondan ketaman. Men baribir bu yerni tark etaman. Hayotimiz shunda o'zgardi. Men o'zi aniq va tiniq, men u paytda turmush o'rtog'im bilan unashtirilgan bo'lgan, fotihamiz bo'lgan. Hamma narsa shunga qarab yig'ilgan. Hamma buni biladi, lekin u qiz o'qishda davom etgandi. Uni fikri, xayoli u yoq bo'lgan. Ishonsangiz, men qolib ketib, u qiz ketdi. Aeroportga tushdi. Turmush o'rtog'i kutib oldi. Hali ular bir-birini tanimaydi va o'sha yigitga turmushga chiqdi. O'sha yerda. Ha. Hozir meni hayotim, uni hayoti menda. Aynan qarang, e'tibor bering, sizniki ham turmush qurish bilan bog'liq narsa edi. U qiz ham masalan bo'lishi mumkin-da, ishga, o'qishga ketishi, lekin aynan turmush qurish ma'nosidagi ichki qarama-qarshiliklarda bu yoqda. Haqiqatda o'sha yana o'sha psixologiyaga yuzlanadigan bo'lsak, inson nimani xohlasa, ayniqsa ayol kishi, qiz bola ichidagi xohishi bilan hattoki aqli bu narsaga qarshilik qilgan taqdirda ham aynan o'sha narsani guvohi bo'ladi. Va mana biz juda ham ko'p gapiradigan narsa ayol kishi erkak kishini aksi deb ko'p aytaman. O'quvchilarimiz ham bu narsani kuzatuvchilarimiz bilishadi. Mana yana bir marta guvohi bo'ldingiz, hattoki aniq hamma narsa tayyor bo'lgan joyda ham arzimagan bitta sababda, bo'lmasa masalan, xo'p imtihonni qayta topshirsa bo'lishi mumkin edi, boshqa narsa deb qabul qilishsa bo'lardi yigitni. Mayli bularni qabul qilmagan taqdirda ham, lekin bulardagi kuchli xohish, aynan O'zbekistonda qolish kuchli xohishi
ularni hayotlarini tubdan o'zgartirib yuboradi. Ayol kishini aurasi erkak kishiga juda katta bog'liqlik beradi. Qachonki ayol kishini miyasida ko'proq ochilish bo'lsa, u aynan erkak kishiga o'tadi. Chunki erkak kishi pul topgani bilan boshqa qilgan ularni hayotiga nima desam bo'ladi? Ham masalan ayollar puldan lazzat nimadir oladi. Erkaklar ayollardan motivatsiya oladi. Kuchli erkak hamda hattoki men turmush o'rtog'im gapi bilan emas, o'zimni uchi baribirga ham o'sha ayolga bog'liq uni bir qismi. Bir qismi ayolga bog'liq bo'ladi. Agarda ayol aqlli bo'lsa, har bitta xonadonda ayol aql bilan ish ko'rsa, oqilona harakat bilan ko'rsa, albatta u erkagini boy qiladi. Xo'p, endi mana boy qilish haqida. Birinchi o'rinda nima siz fikringiz muhim? Samotsankami yoki pulni ko'rinishimi? Ya'ni miqdori. Menda samotsenka oshib ketgan ham juda ham kibr deb o'ylayman, oshib ketganini. Samotsenka oshib ketishi mumkin emas, faqatgina uni kibr bilan almashtirib qo'yish mumkin. Kibr qachon bo'ladi? Mana oliy ma'lumotliman dedilar, ya'ni ko'p o'qiganda, ko'p aqllilik qilganda, hamma narsani bilaman degan holatga kelganda kibr rivojlanadi. Bu samotsenka emas. Chunki samotsenka bu shunaqangi bir his-tuyg'uki, o'zini qanaqa darajada yaxshi ko'rsa, qolganlarni ham xuddi shunaqa yaxshi ko'ra olishi. Bu yerda qani kibr? Kibr yo'q. Ana shu uchun ham mana shu kichkinagina farq bor orasida. Tonkaya gran deydi ruschada. Ana shundan ko'pchilik adashtirib qo'yadi. Keyin xuddi siz aytganingizdek, samotsenkam juda oshib ketgan. Juda oshib ketgan bo'lmaydi. Samotsenka juda oshib ketgani ham u faqatgina mehr bilan qaytadi. Ya'ni lekin kibrda u sindiradi. Menimcha shu Dilshod aytayotgan narsalar ham aynan kibr. O'sha haqida ozgina gapirib bering. Nima bo'lgan? Kibrda bilasizmi, pul yetarli bo'ladi. Hamma siz uchun bir narsaga borsangiz oson ishingiz hal bo'ladi. Ko'rinish, o'qish, aql. Qarasangiz, men universitetga ham juda oson kirganman. Dadam kirgizganlar. Shu paytda shunaqa ozgina erkaroq bo'lganman. Nima desam hamma narsa muhayyo bo'lgan. Undan keyin menga uchragan yigitam tengdoshlarimga qaraganda juda ham yaxshi yigit bo'lgan. Men hayot yo'limda qoqilmaganman. Qizlik paytimda shunaqa darajada omadli o'tganki, bir xil yil aytadi og'ir o'tgan deb. Men umuman og'ir o'tmaganman. Juda ham men yoshligimdagi yoshlik menimcha uncha qizga nasib qilmagan. Shuni orqasidan men ozgina kibrlanib ketib qolganman. Xo'p, o'zimga bilingan. O'zingizga bilinadigan darajada bo'lsa, demak bu yerda уже осознанностьga, ya'ni ongli ravishda bu narsani tahlil qila olgansiz. Men shu hayotga loyiqman. Men shu hayot bo'lishiga men loyiqman. Men qabul qila olmaganman turmush o'rtog'imni haydalib ketganlarini. Turmushdan keyin biz arendada yashaganimizni qabul qila olmaganman. Chunki biz turmush o'rtog'im ham o'ziga to'q oiladan. Men ham bizani Namanganda yaxshigina oila deb ham tanishadi. Hattoki dadam bizga uy taklif qilganlar. Yo'q, shunda xafa bo'lganman turmush o'rtog'im rad qilganlariga. Nima uchun? Nega? Chunki men oson yashab o'rganganman deb. Kibrim qo'ymagan. Siz yo'q demaganingizda, hozir biz qiynalmasdan, arenda to'lamasdan o'zimizning uyimizda yashagan bo'lardik. O'zimiz nima bo'pti? Keyin berasiz. Yo'q, saningcha qabul qilasan shu narsani, men qabul qilmayman. Sabr qilsang, erkak kishining moli ko'chada. Sanda o'zi aytganlar menga bitta gapni, men uylanishimdan oldin shu xarakteringga o'ylanganman. Kibring borligini sezganman. O'ylantirgan narsa meni shu narsa bo'lgan. Ertaga men bilan bu qiz yashab keta olaydimi? Har xil holat bo'ladi. Lekin u paytda meni topish tutishim yaxshi edi. Unchalik o'ylantirmagan. Lekin o'sha o'qishda haydalganimdan keyin men o'ylanib qolganman. Chunki to'yimizgacha vaqt bor edi. O'ylab olish uchun yaxshigina vaqt bor edi. Bu meni kelib ko'nib keta olaydimi? Ertaga hayotda nima bo'lishiga boshda ko'nmaganman. Yaxshigina ko'nmaganman. Yig'laganman, siqtaganman, dod deganman. Nimaga ko'ngansiz? O'sha ilm olishni boshlaganman. Yana kibr, menimcha. Bu yerda hozir Fotihasi qaytdi degan gap. Ha, shunaqa. Men chunki qizlarda juda ham ko'pchilikdagi juda ham ko'p ayollarda uchraydigan narsa, ya'ni mana shu Fotihasi qaytishi degan narsani ko'tara olmasligi. Bu mana qachondir plusga ishlaydi, qachondir minusga, lekin sizni holatingizda juda ham zo'r plusga ishlagan ekan. Men yutqizib o'rganmaganman. Tengdoshlarim orasida eng oldi qiz bo'lganman. Hech qachon yutqizish menga bo'lmagan. Men ota-onamdan ham, sharoitimdan ham, endi turmush o'rtog'imdan ham ko'ringlar.
man omadliman, man nima qilsam omad mendan yuz o'girmaydi deb o'zimga katta baho bergan ekanman. Rostdan ham tengdoshlarim orasida sal men kimdir bilan tortishib qolsam, shu bilan aloqani bir umrga uzadigan qiz bo'lganman. Hozir aksincha, o'zim kerak bo'lsa kechirim so'rayman. To'g'ri. Ya'ni biz qaytanga o'sha insonlardan bizga darslik bergani uchun xursand bo'lishimiz kerak. Nima uchun? Nima demoqchi? Mana shu inson meni xafa qilayotganda yoki bo'lmasam mana shu menga muammo keltirayotgan paytda, muammo tug'dirayotgan paytda nima demoqchi bu vaziyat bilan menga qanaqangi signalni bermoqchi, nimada o'sishimga turtki bermoqchi. Juda ham yaxshi xulosa. Xo'p, demak, shu bilan arendada yashadinglar, keyin Namanganda qoldinglar. Yo'q, Namangandan ketdik. Toshkentga. Nima uchun? 6 oy o'tib, turmush o'rtog'im yaxshi til bilganliklari uchun ularni yaxshi joyga taklif qilishdi. Toshkentga ishga. Toshkentga ishga. Buni men boshida ham nazarim ilmadi. Dedim-de, men bundan ko'prog'ini kutgandim. Dedim, ichimda uni avram bilan turmush o'rtog'imga sezdirdim. Onam bilan gaplashaman, men katta psixologim onam deyman. Onam juda ham aytadi, kibrli qizsan. Kibring bilan boshingni yeysan. To'g'ri, senga Xudoim ko'p narsa berdi, lekin sen buni kibrga almashtirib qo'yganliging uchun hayoting shunaqa. To'g'ri, sen omadlisan, hamma narsa senda oson kechdi, lekin oshirib yordingki, shu sinov keldi. O'rtada farzandsiz bo'ldim va buni ham ko'pchiligi men o'zim hali tayyor emasdim dedim. Balki bu ham kibrdir deb o'yladim. Hozir o'ylayman, hozir hammasini ochiq aytishga tayyorman-da. Hamma narsani berkitish, o'zingizni qiynab qo'yish bilan barobar. Undan keyin Toshkentga keldik. Berkitganingiz, men har doim aytadigan bitta narsam bor. Odamlarning eng katta xatosi Allohdan yashirolmagan, bandasidan yashirishga urinish. Lekin biz bu hayotda Alloh uchun yashashimiz kerak-da. O'shaning uchun ham juda ko'pchilikda mana soxtalik yoki bir nimadir sezilishlar bo'ladi. Aynan mana shu bandalardan yashirishga urinishdi. Lekin biz agarda Alloh bilan qanaqangi o'zimizni tutsak, xuddi shunaqa bandalar bilan tutadigan bo'lsak, aslida hayot juda oson yashash. Murakkablashtiradigan yana o'sha bizning kibrimiz yoki bo'lmasam o'zimizga o'xshagan bandalarni o'zimizcha rozi qilishga harakat qilishimiz. Lekin nima evaziga Allohga yolg'on gapirish yoki Allohning oldida bir aldanish, Allohni aldash evaziga harakat qilamiz. Buni iloji bormi? Aldashnimi? Bor. Allohni. Shuncha payt aldab kelyapti-ku shuncha odam. Yo'q, Allohni aldash. Yo'q, Alloh aldam. Baribir ko'chaga chiqadi. Eng katta xato mana shu narsa. Shuni anglab yetgandan keyin odamlarda hamma narsa bir xil bo'ladi. Yengil kelishi boshlaydi. Pul ham, munosabat ham, farzand ham, boshqasi ham hammasi yengil keladi. Men kecha ham aytib o'tdim. Imon opa bilan o'tirganimizda baribir o'sha manzilimizga, bizlarga manzil yozilgan Alloh tomonidan. O'sha manzilga borishimiz uchun shu yo'lni yashab o'tishimiz kerak. Shu yillar bizga kerak. Uni biz bilmaymiz. Bizdan-da mehribon Alloh bor. Biz o'zimizga hozir ravo ko'rayotganimizni o'zimizcha yaxshi ko'ryapmiz-da, lekin Alloh buni orqasidan agar bu sinovni har bittasi ham yaxshilikka bizga. Albatta, har bittasi yaxshilikka. Hali birorta sinov bo'lmaganki, mana shuncha 6 yildan beri aynan mijozlar bilan ishlab o'zim 12 yil, 13-yil ketyapti psixologiya bilan shug'ullanayotganimga. Hali birorta nimani ko'rmadimki, birorta bir vaziyat yomonlikka ishlaganini yoki bo'lmasa birorta bir vaziyat insonni cho'ktirganini. U faqatgina o'zini xulosasi bo'lishi mumkin. Men cho'kyapman degan. Lekin agar unga aql bilan emas, ong bilan yondashadigan bo'lsa, ong osti u ko'radi, qayerda bu yoqda podskazkasi turibdi. Alloh biz bilan qanaqa gaplashadi? Aynan mana shu vaziyatlar bilan. Hattoki shu vaziyatni ham agar har doim aytadigan narsam, agar Allohning iznisiz bitta chang yerga tushmasa, demak bu vaziyatlar qanaqasiga Allohning iznisiz bo'lishi mumkin? Ikkinchi savol tug'iladi ko'pincha, agar Alloh shunchalik bandalarni yaxshi ko'rsa, nimaga og'ir holatlarni beradi? Siz uni og'ir deb ko'ryapsiz, lekin agar bu vaziyatni qanaqangi qimmatli ekanligini tushunadigan odam bo'lsa, bu uchun rahmat aytadi. Bu uchun minnatdor bo'ladi. Chunki Alloh o'sha vaziyatning ichida podskazkasini ham bergan. Ya'ni muammoni berib, yechimini ham. Uni yechimini ham podskazkasi bilan o'sha yerda bergan. Faqatgina biz qanaqa shunchaki qarab o'tamizmi yoki diqqat bilan qaraymizmi? Bitta shunda ajralib qolamiz-da, odamlar bir-biridan shunaqa. Rahmat kattakon, juda ham zo'r gapni o'tman shu ayniqsa samotsenka bilan kibrni farqlashda juda ham yaxshi narsani aytdingiz. Xo'p,
Keyin nima bo'ldi? Mana keldinglar Toshkentga, Ha, yashadinglar. keldik. Unda ham yaxshi bo'lmadi. Boshlanishiga men yana sabrsizlik qilib, chunki men da o'zi qanaqadir bor, qanaqadir fikrlashimdami, ko'p narsaga yaxshi yashaganim uchunmi pul munosabatlarini men to'g'ri qabul qilgan ekanman o'zimga. To'yimdan oldin dadam menga ruxsat bermaganlar hech qachon ishlashimga, hech qachon. Lekin o'sha paytda ham nimadirlar qilib pul topgan ekanman. To'ydan keyin ham menda dizaynerlik qobiliyati bor, o'qiganimdan tashqari shu narsamni, fokusimni qaratdimda $200 bilan ish boshladim. Mana Allohga $200, ketsa $200 ketgan, shunaqa yurishib ketdi. Nima ish endi? Dizaynerlik qildim. O'zim dizayn nima yo'nalishda? Kelinlar uchun ko'ylak lozimlar. O'zim milliy liboslarimizni dizaynini yaratdik. Undan tashqari kostyum-shimlar, вечерний ko'ylaklar, shunaqa. Ya'ni biz o'qiganimizda, men Kamoliddin Behzodda o'qiganman. Ya'ni libos dizayn deyishardi. Ya'ni libos bo'yicha lekin men o'qimaganman. Dizaynni o'zlari demak yaratishni boshlaganlar. Yo'q, bu aslida bu qobiliyat bo'lishi kerak va men o'zim o'qigan bo'lsam, meni uchun ham ikkinchi mutaxassislik bo'lgan, bolaligimdan bo'lgan. Ya'ni bu narsa bu ham ijodni bir turi. Bu sizda aslida ham bo'lgan. Lekin mana insonlarni shu qobiliyatini ochishga ba'zan yomon holatlar, ba'zan yaxshi holatlar. Ya'ni emotsiyani вспыльчивый holatda, ya'ni baland emotsiyaga ko'tarilgan yoki masalan shu jahli chiqib, g'azablangan paytida shunaqangi bir qobiliyatlar ochilib ketadi. Mana e'tibor bergansiz, kimgadir achchiq qilib, nimadir boshlasa zo'r biznes bo'lib ketadi. Yoki bo'lmasam aksincha xursand bo'lgan paytida birdanigani neyronlar ishlab ketib, nimadir fikrga kelib qoladi va o'sha qanaqadir yaxshi tomonga o'zgaradi. Lekin 80% holatda negativ holatdan bo'ladi. Bu narsani o'zimiz ham o'tganmiz, bosib o'tganmiz va ayollarimizga ham aytmoqchi bo'lgan narsam, agar sizda ham hozir siz meni holatimni qayerdan ham tushunardinglar deyotgan holatinglar bo'ladigan bo'lsa, mana hozir Dilshod aytganlariga e'tibor bersanglar, ya'ni arzimagan pul bilan ham o'zingizni qobiliyatingizni namoyon qilib, hattoki biznes darajasiga ko'tarishingiz mumkin. Men har doim aytaman, bu dunyoda birorta insonni Alloh qobiliyatsiz qilib yaratmagan. Faqatgina o'shani topishimiz kerak. Chunki mana ochilishga sabab bo'lgan voqealar. Shu paytda qarang, men tikmasdim. Ham tikuvchi topganman. Erincholigimdan-da tikuvchi kerak bo'lsa, chizuvchi ham topganman. Masalan, siz o'sha tasavvuringizdagini aytib bergansiz, men o'zim chizgan. Hammasini qilgan, pul ham to'laganman deb. U paytda menda ortiqcha puli bo'lmagan, lekin shundan ham yaxshi pul topa olgan ekanman. Yo'q joydan qila olgan ekanman deb. Keling, ozgina kelishtirib bering, hali yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi ishlab ketamiz. Уже bitta tikuvchi emas, 3 ta, 4 ta, 6 ta, 7 ta tikuvchi bilan ishlaganman. Zayn qilib Toshkentda yangi kelganman Toshkentga. U payt Instagram juda ko'p rivojlanmagan. Hattoki Toshkentning o'zidagi qizlar masalan ko'rib bilib yurgan. Men Namangandan kelib, shu biznesga kirib ketib qolganman. Nechtadir tikuvchini band qilib tashlaganman zakazlar bilan. Shunaqa zakazlar ko'p olganman. U paytda men bloger emas edim. Oddiy qiz, Namangandan kelgan oddiy kelinman. Nechinchi yil bo'lyapti bu narsa? 2020 yoki 21. 20 ya'ni oxiri. Pandemiya tugash arafasida 2021 ga o'tish. 2021-yil ekan. Hammasini zayn qilib, o'zim ham zayn qilib qo'yganman. Xullas shundan keyin men o'zim ishimni topdim, o'sha xursand bo'lishni boshladim. Yana eslatib o'taman, turmush o'rtog'im to'ydan oldin ham meni pul bilan ta'minlaganlar. Yaxshigina pul bilan. To'yimizdan keyin boshqacha bo'lishni boshladi-ku, meni ushlab turgan narsa turmush o'rtog'imga bo'lgan ishonchim. Shu narsa hech qachon ajrashish hayolimga kelmagan narsa. Eng hamma narsa agar nima deydi, o't bilan suv bilan yo'q bo'lib ketgan taqdirda ham aynan turmush o'rtoqqa bo'lgan bitta ayolning ishonchi bo'ldi, uni yana oldingi holatdan ham zo'r holatga chiqaradi. Men tushunishni boshlaganman, bu davrdan o'tishim kerak. Nimadir bo'lsa o'ylardim-da, nega shunaqa qildilar, nega aqlli inson edilar-ku, nimaga shunaqa bo'ldi derdim-da, keyin yo'q, men bu insonga ishonaman. Bu inson 17 yoshida O'zbekistondan chiqib ketib, shunaqa natijalarga yetishgan. Shu yoshida onasiga, menga gullar, tillalar, meni o'zi dadam juda ham yaxshi pul topgan insonlar, juda ham. Hatto men o'sha biz Fotihamiz bo'lgandan keyin umuman men dadamdan qaramlikdan chiqqanman. Shularni hurmati, ishonchim, bu inson yana yaxshi bo'lib ketishiga men ishonganman. Hozircha sabr qilishim kerakligini o'sha turmushimdan 1 yilga yaqin men o'sha tushunib yetganman. Chunki foydasi yo'q. Dod deysizmi, voy deysizmi? Ko'rgan narsani baribir o'tishimiz kerak shu davrdan.
tushunib yetib boshlaganimdan keyin o'zim ishimda turmushimda yaxshi bo'lishi boshlagan. Endi ikkinchi masalaga kelamiz. Biz ham O'zbekistonni erlarini ko'chaga chiqishiga qarshiliklari. Men turmush o'rtog'imdan keyin uyga kelmasligim kerak edi. Soat 4 gacha, soat yorug' asrgacha men uyda bo'lishim kerak edi. Men ishlarim ko'p bo'lib ketgan, shomgacha qolib ketganman. Shu narsadan urush kelib chiqishi boshlagan. Uyimizda katta janjallar kelib chiqishi boshlagan. U paytda men ro'mol o'ramas edim. Ochiq demayman, lekin o'zimga qarab yurardim. Bir kunisi men bilan shu bozorga bordilar. Tashab qo'ydilar-da. Keyin nimadir qilib olib chiqib ketding, narsam og'ir bo'lib ketdi desam, kirdilar, bozorga kirmagan ekanlar. Sen hali erkaklar bilan savdo qilasanmi? deb uyimizda bir haftalik jang boshlandi. Sen hali shunaqami? Men ayollardan olaman desam, sen hali erkaklar bilan yo'q, eshitmayaptilar. Hali shomgacha shu yerda qolib erkaklar bilan savdo qilyapsanmi sen hali deb katta janjal bo'lib ketdi, juda ham. Shundan keyin o'zi ishim topgan pulim menga tatimay qo'ydi. Shunaqa zakazim ko'p, lekin uyimdagi tinchmaslik menga bo'lmayapti bu narsa. Tikuvchilarim telefon qilib yotibdi, chiqib ketyapti. Bu hamma narsa telefon to'lgan, lekin men bitimdagi tinch bo'lmayapman-da. Mendan norozilar. Sen pul topyapsan. Sen menga xalaqit beryapsan. Sen oshib ketmoqchisan mendan. Menga bitta gap aytdilar, yaqinda aytdilar, agar menga bo'ysunmaganingda hayot qilib keta olmasdik. Erkak kishining g'ururi, erkak kishiga bo'lmagan, bilmayman qolgan erkaklar qanaqa, mendan ko'proq ayol kishi pul topishini men ko'tara olmayman. Och qolsam qolaman, non yesam, qattiq non yesam yeyman, menga sabrli, shu narsaga ko'nadigan qiz kerak. Agar 1 yildan keyin ularda ham bo'lgan ajrashish menimcha hayollarida. Menda bo'lmaganda, lekin ularda meni pul topishimdan o'zi menga nisbatan ko'ngillar sovishi boshlagan. Chunki men uyga kelib bir ikkita bozorliklarni o'zim qilib qo'yganman, aqllilik qilib, yengillik qilishni boshlaganman. Endi bilmayman, hamma erkak qanaqa qabul qiladi, men turmush o'rtog'imga bu narsa yoqmagan. Konflikt chiqishi boshlagan. Har bitta melichimdan ayb topishni boshlaganlar. O'zi tushunganman, shu narsani men to'xtashim kerak. Men xalaqit beryapman erimning o'sishiga. Oxirgi klientimni olganman zakazini katta pulga. Ehson qilib yuborganman. Shu pulimni. Ketgan hamma pulimni kartamni nol qilganman. Qancha miqdorda edi? Menimcha 2 million. Undan tashqari yana o'zim aytuvchi pullarim bor edi. Kartamdagi pulni ehson qilib yuborganman. Shu paytda menga bu katta pul edi. Keyin 1 yil o'tdi, afsuslandim shu ishimni tashlaganimga. Nega ham shunaqa qildim? 1 yil nima bilan shug'ullandingiz? Hech narsa. Faqat ibodatda bo'ldim. O'zim ustimda ishladim. Nega turmush o'rtog'im men o'zimdan qidira boshladim aybni. Chunki men bilaman ayoli barakasi haqidagi gapni. Nega turmush o'rtog'im menga uylanganlardan keyin bunaqa ahvolga tushdik? Nega bu inson oldin yaxshi topganda menga uylangan? Bu menga sabab nimada ekan? Sabab menda ekan. Meni noshukrligimda. Aha, vot, qaranglar. Alloh bergan, olib qo'yib, ya'ni berdi. Ana shu jarayonda bitta nuqta har doim e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bittagina shu shukr. Arzimagan deb o'ylaydigan, men har doim shukrdaman deyshadi. Lekin har doim shukrdalikni farqi mana nimada? O'sha bittagina, mana shu nima deydi? Mana gapni agar tuzganingizda vergulni noto'g'ri qo'yib qo'ysangiz, ma'no o'zgarib ketadi. Xuddi shunaqa mana shu vergulni o'rnini bosadigan, ya'ni shukrda. 1 yil ustimda ishladim. Hech narsa qilmadim, ko'chaga ham chiqmadim. O'ylab keyin endigi maqsadlarim meni ro'molga kirg'izish bo'ldi. Men yana boshladim. Siz boshqacha edingiz. Nimaga o'zgarib qoldingiz? Siz to'ydan oldin meni turmush o'rtog'im o'zbekcha gapirishga qiynalgan inson bo'lganlar. Chet tilda ko'p yurgan. Ingliz tili, rus tilida. Siz unaqa emas, oddiy qaragansiz. Yo'q sochingni yoyma, yo'q kalta kiyma, shim kiyma. Unaqa narsa kiyma. O'sha shundan bir marta qayergadir ketyapmiz, tug'ilgan kunim, chiroyli kiyim olganman. Joy zakaz qilingan. Men sal ular aytgan rangi emas, boshqa rangni kiyganman u paytda. Mashinadan tushirib yuborganlar, hamma narsa atmay bo'lib ketgan. Endi unga ham ko'nmaganman-da. Hozir bunaqa hollar men uchun hech narsa emas. Shunaqa ko'ngillariga qarayman. Men hozir ko'pchilik menga aytadi, meni kuzatib, qanaqa qilib shunaqa ideal yashaysiz? Men bu ideallikka kelgunimcha boshimga sinmagan taqma qolmagan. Shu paytda shunaqa xafa bo'lib, sras onamga telefon qilganman. Shu katta xatoyim-da meni. Qarang menga nima qilyaptilar. Qarang qanaqa yashayapman men. Bilingki o'zingiz qanaqaligini. Men shu siz topgan-ku, siz ko'ndirgansiz. Siz yaxshi deysiz, ko'rdingizmi? Bilib oling qanaqaliklarini.
xo'p qizim san ham oshirib yuborasan-da, san ham o'zingga jalb qilasan, chiroylisan, hamma qaramasin deydi. Вот hamma ona ham shunaqa demaydi-da. Hamma ona ham mana shu yerda bularni yutuqlari, Dilshodani yutuqlari onalarini bosganlari, lekin aksariyat holatlarda men juda ko'p ko'raman, hattoki ayollarimizni ajrashishga aynan onasini mana shu joyda masalan siz ularga murojaat qilganingizda javobni kutdingiz. Qani nima deydilar? Agar o'sha paytda bo'ldi, yig'ishtirib, nimaga san unaqa qilar ekan deb agar olib ketganlarida bo'ldi, tugardi. Lekin o'sha joyda oyingizlar sizni tarafingiz emas, ularni ham lekin muloyimlik bilan, to'g'ri tushuntirish bilan to'xtatganlari uchun aynan shu sababdan men yashab ketdim. Agar ular ham menga olovga sepganlarida ko'nglim qolarmidi? Ketkim kelarmidi o'sha uydan? Shu uchun onalarimiz shu joyga e'tibor beringlar. Hammamiz onamiz, hammamiz bir kun qiz uzatamiz, qiz uzatganlar bor, endi uzatganlar bor, endi uzatish arafasidagilar bor. Shu joyga e'tibor beringlar, iltimos sizlardan. Chunki men juda ham ko'p yosh kelinlar bilan ham ishlayman. Aynan onasi sababchi bo'lgan ajrimiga, aynan shunaqangi bir kirdi chiqdi bir gaplar arzimagan. Balkim to'g'ri, hammaga ham bolasi aziz. Masalan, men shuncha katta qilib qo'yib nimaga endi kimgadir gap eshittirib qo'yishim kerak, u bu deyshadi. Lekin shu joyda mana necha yosh kichkina qizingiz siz yoshingizga yetguncha, siz bu yoshga yetguncha nimalardan o'tdingiz? Sizni qizingiz siz yarim yoshingizda va o'zingizni eslang o'sha paytda. Shu uchun aytamanki, har doim onalarda juda ko'p gap. Bizani ayniqsa onalarimizda, o'zi aksariyatlari bizani onalarimiz dono ayollar, lekin bor juda ham mehrni berib yuborgan qizini qo'yib yubora olmagani uchun men xafa bo'lganman. Nega siz boshqa onalarga o'xshab o'zingizni qadrla demaysiz deganman. Nimaga shunaqasiz? Meni oson katta qilganmisiz? Sen oshirib boryapsan qizim, insof bilan bo'l, vijdoning bilan bo'l. Bu dunyodan o'tganimizdan keyin javobga qiynalib qolmasang, o'zing bilasan. Meni uyim katta. Sig'asan qizim, lekin ertaga ering dekasini topa olmaysan. To'g'ri, turmushga chiqquncha yashaganlar-ku, joylari bo'lgan-ku qayerdadir, yana kirsalar bo'lardi. Lekin bu yerda oila degan muqaddas bir dargoh buzilib ketishi bo'lgan bo'lardi. Va bu yerda pul ham, boshqa narsa ham, hech narsa tiklashga yordam bermaydi. Chunki insonni g'ururi toptalyapti, ya'ni kuyovni. Juda ham zo'r maslahat bergan ekanlar. Onjoningizga alohida rahmat. Meni o'zimdan shaxsan yashab ketishimga shunaqa deb chunki bu juda ham katta narsa. Men shu paytgacha aytaman, men hamma narsani onam bilan bo'lishgan ekanman. Nimaga hech kuyovingizni yomon demagansiz? Bilasiz-ku, oilamda nimalar o'tganini. Men qizimni ham bilaman. Men o'zim katta qilgan, o'zim sut bergan qizimni shunaqa bilamanki, sen bilan o'zim bir xilga payt kelisha olmay qolaman. U kuyovim qanaqa sen bilan yashayapti deyman. Unga rahmat aytish kerak. Unga rahmat. Men injiqliklar, endi meni bolamsan sen. Ko'taraman. Uni olib berganman, buni olib berganman, seni kam qilmaganman, lekin shu anaqadan ko'nyapti-ku. Qanoq qilib men insofsizlik qilishim mumkin birovning bolasiga. Ammo bilaman sen qanaqaligini. Biz 3 ta qizmiz. 3 ta qizi ichida eng kattasi men bo'lishimga qaramay, eng xarakter boshqachasi ham menman. Juda ham erkaman. Ikkita singlim erka emas. Tushunmayman. Ularga boshqachalar, menga boshqachalar. Meni ushiydilar. Qattiq ushiydilar. Sen bilmay qolasan o'zingni. Sen qanaqadir nima desam bo'ladi, boshqacha anaqa qilib tashlaysan. Shuning uchun tilingni kalta qil. Har qanaqa vaziyatda necha kishi bilan urushib qolaman, nimadir bo'laman, menda ayb. Hech qachon onam sen oppoqsan demaganlar. Balki o'zgarishimga shu ham turtki bo'lgandir. Agar meni qo'llab-quvvatlab, voy boplading, sen qadringni bilishing kerak, chegarangni bilishing kerak, o'tqizib qo'yishing kerak deganlarida, balki men hozir yashamasdim. Aniq. Tim bo'li siz har doim oilangiz bilan sirdosh bo'lgansiz. Sen qanaqa oiladan chiqqansan? Men seni qanaqa katta qilganman demadilar. Men kerak bo'lsa adang bilan qattiq non yeganman. Bilasanmi, sen singling tug'ilganda ham bizning sharoitimizda yaxshi bo'lmagan. Asani hali farzanding yo'q-ku. Qarasangga nimalar qilyapti senga ering. Nega shuni ko'rmaysan? Sen qanaqa ayolsan? Bilasanmi, do'zaxi ko'p ayollari do'zax ayol kishi bo'ladi. Noshukurligidan, eridan nolishligidan. Sen shunaqa ayol bo'lmayapsanmi? Va shuni sabab bo'lib qolardi, keyin bosilardim. Demak, erim yomon emas. Demak, men xursandman, bilyapman. Ana nima desam bo'ladi? Erimni yomonlayotganimdan maqsad ulardan najot kutish. Aslida uni baribir. Ya'ni jertva obrazida mazza qilib olish, qutqaruvchini topib, o'rtoqlarimga qila olmayman. Shakar. O'rtoqlarimga qilsam, samatsenka tushib qoladi. Yo, ularning oldida kibrlim tushib qoladi yoki bo'lmasa, voy, sen shunaqa yashamaysan. Lekin onamga unaqa emas.
onam ketaman. Ona baribir hamma ona ham farzandini yaxshi ko'radi. Shunchaki kimdir nima deydi? Aytadi-ku, qo'limni bu barmog'ini tishlasam og'riydi, bunisini tishlasam og'riydi. Ya'ni hozir men agarda buni ko'yniga qarab nima qilib qo'ysam, masalan, o'sha yig'laganingizga ularni ham yuraklari og'rigan baribir, xafa bo'lganingiz uchun. Lekin ular siz ko'ra olmayotgan joyini ko'rganlar. Chunki sizni yoshingizdan ular o'tib bo'lganlar. Ana shu ularning yutuqlari bo'lgan. Bu sizning yutug'ingiz aslida. Lekin dadam unaqa emasdilar. Ke qizim dedilar. Dadangiz unaqa bo'lganlarda siz bunaqa kibrli bo'lmasdingiz birinchi o'rinda. Ke qizim dedilar. Shottalik qilasan, senga nima ortiqcha? Keyin o'zim qo'rqib ketardim deb, yo'q, sal oshirib yubordim. Onam aytadilar, vijdonli bo'l qizim. Mana qarang, siz aynan aslida siz ketishni xohlamagansiz. Chunki dadangiz sizni agar ketishni xohlaganingizda dadangiz ke deganlarida siz nodonsiz oyi, mana dadam ketyaptilar, ketyapman deb ketavergan bo'lardingiz. Aynan oyingizdagi munosabat kutgansiz, ya'ni siz bosishlarini, siz shu papalab, erkalab, aldab, suldab, yo'q qizim, sen yaxshi, sendan ering yaxshi deb shunaqa qilib vaziyatni o'zgartirgan. Juda rahmdillar dadam, juda ham mamnun qilib yuborganlar. Dadalar shunaqa bo'ladi. Ayniqsa birinchi qizlarni, ayniqsa nima kam, nimaga yetishmayapti? Etiymikin, etmaymikin, pul olingmikin desam, yo'q, erim urisharlar-da. Hozir unaqa qilsam bunaqa bo'ladi, lekin beraman deyaptilar-ku, o'zlari shunaqa narsalar bo'lgan. Beraman dedilar-ku, deb. Keyin bizada bo'lmadi, lekin shunda ham yaxshi qilgan ekanman, dadamdan yordam so'ramay. Yo'q, bu eng to'g'ri. Yaxshi, to'g'ri qaror Men har doim qizlarga aytaman, siz agar turmush o'rtog'ingizni o'sishini xohlasangiz, birinchi o'rinda uyingizdan pul olishni to'xtating. Uyimdan hech narsa tashmaganman. Uyimga olib borsam, shuning uchun ham eringiz yaxshi o'sganlar. Uyimga bor, mana 20 yillik ro'zg'orlar bor. Men qizini uzatadi, eridan masalan pul olmaydi, uydagilarni anaqa og'ir ahvolga soladi yoki kreditlar olib tashlaydi, lekin eriga aytmaydi, shu boshqa joydan tashlaydi, ukasiga og'irligini tashlaydi, akasiga, opasiga soliq soladi, men bu tog'orasini siz qiling, men bu sarpasini siz qiling. To'g'ri, masalan, xohlab qilish bor, imkon darajasida qilish bor, lekin yo'q, menga qilib berishingiz kerak, chunki meni erim qilib bermaydi yoki bo'lmasa erim imkon yo'q degan bir uydan tashishlar erkak kishini o'stirmaydi. Bu narsani lekin ayollar tushmaydi. Naborot, eridan xafa bo'ladiki, men shuncha uyimdagilardan olsam, indamasdan qabul qiladilar. Bezbet erim deb aytib qo'yishadi. Kim qildi shunaqa? Shu paytda men o'ylayman, o'zimning sharoitim juda ortib ketmaganda o'zimdan. Ota-onam o'ziga to'q. Men Namangandan Toshkentga quruq bormayman derdim. Bir hafta oldin ogohlantirishni boshlardim. Shu erimga aytaman, "Jon, men bir haftadan keyin ketaman, bilasiz-a, SMS yozaman, nimadir olib berasiz, lekin muloyimlik bilan aytardim-da. Lekin turmush o'rtog'im hech ham yo'q demagan ekanlar. Shunga men o'rgatgan ekanman. Uyimdan hech qachon toshib kelmaganman. Mana ko'rishadi meni ota-onam, men o'zlari bilishadi xarakterimni. Bitta narsani uyimga olib ketmaganman hech qachon. Yo'q, menga kerak emas, meni uyimda bundan ham ko'pi bor deganman. Borib dadamga hech qachon kuyovi shunaqa topyaptilar, shunaqalar, mana boy shunaqa yetmay qoldi demaganman. Hech ham, chunki turmush o'rtog'imning g'ururi meni g'ururim edi. Uyimga juda ham to'lib toshib borar edim. Turmush o'rtog'imni shunga o'rgatganman. Hozir ham ketsak, albatta o'zlariga bir xil bozor qiladilar, o'zlarining onalarinikiga, menikiga bir xil bozor qiladi. Bu holat bizda oddiy hol. Ko'p o'rtoqlarim voy deydi. Biz uyimizdan olib kelamiz-ku. Bizning dadamiz ekanda, mana onam ekanda, bechora onam. Shunchalik qilsa ham bilmabdi meni erim. Hali sen shunaqa olib borasanmi derishardi. Aslida indamayman ularga, ayb o'zlarida. Albatta, menga ham juda ko'pchilikning havasi keladi. Mana chet elga borsak ham, onalarimiz yoshlari ham teng, bo'ylari ham, razmerlari ham teng. Bir xil qiynalib ketamiz, bir xil ba'zan narsa topolmaymiz. Masalan, ro'molmi yoki ust kiyimmi, oyoq kiyimmi, bir xil razmer ikkita bo'lmaydi-ku ko'pincha. Qiynalamiz yoki bir xil rang ikkita bo'lmasligi mumkin. Yo'q, lekin bir xil ko'ramiz, bir xil ko'raman deb bayramlar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hattoki mana oilaviy dam olishlarga chiqsak, dachalarga chiqamiz, kafe, restoranlarga ham o'zlari aytadilar, oyingni ham avval yoki o'zlari telefon, oyi, biz ketyaptik, yuring, siz ham. Oyim ba'zan xijolat bo'ladilar. Aytaman, yuravering, o'ta oyijonam, yuring, quda men bilan sherik bo'lib o'tirasiz dedilar. Ko'pchilik havas qiladi. Qanaqasiga shunaqa munosabatlar deb. Bu hammasi ayol kishidan. Mana qizlar, sizlarga yana bitta isbot, ya'ni ayol kishi agarda o'zini o'rnini bila olsa va to'g'ri o'sa olsa, onalarni baravar ko'ra oldirish ham turmush o'rtoqi bu ayolda. Mana masalan majburlash emas. Mana shularga yana bitta isbot. Bu shunchaki inson ichidan aytadi. Men turmush o'rtog'im ham menga juda ham yoqqanlari gaplar aytadilar. Men onamdan keyin eng yaxshi ko'radigan, eng yaqin oladigan inson sen onang deydilar.
Mashalloh. Bu menimcha mana qancha qarindosh urug'lari bor, ammalar, xolalar, kenelar, lekin aynan bu gapni menimcha eshitish bu ayol kishi uchun juda katta baxt va haqiqatda xursand bo'laman bu uchun, chunki bu juda katta maqom qaynona uchun hamda bunaqangi katta bo'lish. yutuq. Yo'q, oyim aytadilar, ular ham oyim aytadi, qo'llari operatsiya bo'lgan paytda onam bilan akam ukam o'sha avariya bo'lgan joyda turishganda, men turmush o'rtog'im men bilan onam oldilarida bo'lganlar. Keyin hammamiz yig'ilgan paytimizda 'Uchtami o'g'lingiz?' deganda oyimda qarab qo'yganlar-da, "Ha, o'g'lim 3ta" deganlar-da, kuyovim demaganlar-da. Bular ham xursand bo'lib qolgan. Ya'ni bu hammasi ayol kishidan. Ayol kishi bu narsani qila oladi. Bu juda ham menimcha katta narsa. Shu yoshingizda shu narsaga erishganingiz o'zi juda katta baxt bu. Menimcha juda ko'p qizlarimizga yangi mana turmush qurganlarga va endi turmush qurish arafasida bo'lganlarga juda ham katta o'rnak bo'la oladigan gaplar bo'ldi. Mehr bergan insonga mehr albatta qaytar ekan. Mehr bergan erkaklarimiz o'zi hamma narsa nimani bersangiz shu narsa qaytadi. Shuni urar. Chunki devorga agar koptokni ursangiz, u ko'rpacha bo'lib qaytmaydi sizga. Koptok bo'lib qaytadi. Erkaklarimiz qattiq turish kerak ayol kishiga juda ham. Men boshida qattiq qo'llik qilib ko'rdilar turmush o'rtog'im. Yaxshilikka bo'lmadi. Uyda urush, janjal, baraka qochishi bo'ldi. Keyin boshqa yo'lga o'tdilar. Mehrga o'tdilar. Yaxshi gapirishga. O'zi oldindan ham yomon bo'lmaganlar, lekin men o'ylayman o'zimni injiqligim, xarakterim bilan shu narsani tilab olganman o'zimga avvalamborda. Lekin qarasalar vaziyat yaxshi ketmayapti. Keyin yaxshiga o'tdilar. Sen bilasanmi, mehribonsan. Sen o'sha meni xislatlarimni aytayaptilar, men bir hafta o'ylab yurganman. Men shunaqamanmi? Men yaxshimanmi? O'sha kelishlariga bitta ovqat qilarmidim, oldiga bitta salat qo'shdim. Meni erim ham yaxshi, chunki yana voy ovqatingni shirinligini sen bilasanmi, qanaqa erkak bo'lsang ham seni ovqat qilishni bilmaydi deb o'ylagandim, och qolaman deb o'ylagansizlar, endi undan ham zo'r, endi oldiga shirinlik qo'shdim-da. Yana ham yumshoqroq bo'lishga harakat qildim. Erkak kishiga muomala qilayotganda men ayollarga aytaman, yumshoqlik bilan muomala qilish kerak. Hech bir erkakka tepadan kelgan ayol yoqmaydi. Hech bir erkakka, har bitta erkakka jozibali ayol yoqadi. Har bir erkak o'zini oldida ayol bo'lishini, erkak bilan erkak yasha olmaydi. Ayol bilan ayol yasha olmaganda bekorga biz juft emasmiz. Qachonki yumshoq ayollarni ko'rsangiz, har bittasini uyida nimadir yutuqqa erishgan. Chunki ular bitta narsani yana aytmoqchiman, erkak uyida rahbar bo'la olmagan joyda boshqa joyda rahbarlikni kutmang. Uyida rahbar bo'la olmadimi, ko'cha-ko'yda ham rahbar bo'la olmaydi. Agar uyda shularga biz rahbarlikni yaratib bersak, erkak kishi uchun ko'chada u har qanaqa holatda, har joyda rahbar bo'lib ketadi. Men o'zimni hayotimdan men shu narsani bilaman. Lekin bizda qarz ikki qo'ldan chiqdi deyman. Men o'zimni aqlli demayman, xo'jayinim ham aqllilik qildilar. Bu yerda xo'jayinim meni o'zi kichkina 2-3 ta yaxshi xarakterim bor edi. Shu xarakterimni ko'paytirdilar, maqtab o'zimga. O'zimga maqtagan sarlari men o'zimga bo'lgan, men yaxshi insonman, meni yaxshi deyaptilar, deyapman-da, yomon gapirib bo'lmaydi-ku. Nolib, hozir men bulardan nolib qo'ysam, qo'y-ki, bularni ham men ozgina qo'llab ko'ring nima bo'ladi. U menga bir qadam tashlayaptilar-ku. Men ham ularga bir qadam tashay. Qadam-qadam bo'lib biz yuksaldik. Mana shu aynan mana ayollarning xatosi, mana bular qadam tashlayotgan paytda bular ham unga qarab qadam tashlaydi. Lekin ayollar nima qiladi? Erkaklar nima uchun ayoliga yaxshi gapirmaydi, boshimga chiqib oladi. Chunki sal yaxshi gapirsa, yana ham anaqa qilib jertva obrazga kirib, unisini emasda yana boshqa narsalarni bahona qilib yoki bir o'zidan bir jertva obrazni yasab, nimadir, masalan, men bu gulni olib kesib voy, gulingiz mayli, to'xtang, mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa bo'ldi. Yo'q, shu gul haqida sen gapir deydigan odam yo'qda. Ya'ni o'sha sal yaxshi gapirsa, butunlay sal o'tirdi, birato'la yotib oladi-da. Xuddi shu narsa. Mana agarda erkak kishi qadam qilganda, siz ham qadam qilsangiz, erkak kishining qadami kattaroq. Har doim esimizda turishi kerak. Ikkinchi qadamni qo'yganda, sizning ikkita qadamingiz bilan bitta bo'lib qoladi. Lekin ularniki juda ham boshqacha bo'ladi. Faqatgina siz qadam qo'yganingiz uchun qaytib yana qadamlar kelishni boshladi. Turmush ikki tomonlama bo'ladi. Hech qachon ayol yoki erkak emas, lekin yana bir narsa erkak kishiga ko'proq narsa bog'liq. Ayol kishicha ikkita so'zga aldanadigan bir ojiza xilqatda. Ayol kishiga ikki og'iz shirin so'z bilan yalmog'izdan malikani aylantirish mumkin.
Biz uchun ikkita shirin og'iz gapga biz aldanib ketamiz. Lekin erkak kishiga 4-5 og'iz shirin gap, ko'p narsani qurbon qilasizda. Hayotda menimcha oilani saqlab qolishga erkak kishi ko'proq sababchi bo'ladi. Ayol aql bilan ishlasa, ayol yuragi bilan his qilsa, erkak aqli bilan ishlaydi. Men o'ylayman, shu yaxshi gaplarini hisobiga sal meni aldab suldaganlariga men yashab ketdim-da. Menga 2 og'iz shirin gap yetmas ekanda. 2 og'iz yaxshi gap, meni xarakterimdagi yaxshisan degan gapni men kutgan ekanman menimcha. Ular ham qaradilar ham, bu vaziyat yaxshi vaziyat. Keyin biz bir-birimizga o'zi qadam boshlab, adekvat odamlarga o'xshab yashashni boshladik. Keling, kamroq urushganimizda har erkaklarda bo'ladi, so'kinish bo'ladi, bilsangiz. Endi juda ham onadan ketgan so'kinish boshqa-ku, lekin erkak kishini bo'ladi-da. Men har urushganimizda, o'zi urush to'xtab jahillardan tushganda menga so'kingan erkaklar yoqmaydi. Ichgan, chekkan erkaklarni ham yoqtira olmayman, seva olmayman. Men ular meni anaqam orzumni yashayveraman, lekin orzumdagi inson emas. Hayotda maza qilib yashay olmayman. O'zi keyingi safar kamaytirdilar. Ular ham aytadilar, menga qo'pol ayollar yoqmaydi. Ular menikini bajaryaptilarmi? Albatta, erkak kishi ikkita erkak bo'lmaydi uyda. Ular baland bo'lganda, meni ham turmush o'rtog'im aytadilar. Oldin mana shu vaziyatlarimizni biz ham xuddi shunaqa gapirib, anaqa to'g'rilashib boshlaganimizda so'raganman, sizga nima aynan yoqmaydi? Menda unaqa narsa bo'lmagani, lekin aytardilar, ayollarda menga yoqmaydigan narsa ko'chada ham ko'radilar, ayollarni. Ular ham ko'chaga chiqarmasdilar. Ularning shu qo'rquvlari shu narsa bo'lganki, baland gapiradigan, qo'pol gapiradigan, ya urushib ketadigan, isterika qiladigan ayollarni juda ham yomon ko'rgan, ya'ni ovozi baland. Nima turmush o'rtog'im o'zi past gapiradilar-da, aytardilar. San ovozing menikidan, mana o'zi ovozim baland, lekin kimdirda shunaqa bo'ladi o'zi tabiatan. Ovozim tabiatan baland, lekin ton, ya'ni ton hech qachon tepa bo'lmasin. Shu faqatgina. Erkakka shu narsa kerak. Erkakka aksincha ton ko'tarilishi bilan o'zini borligini bildirib turadi. Hozirgi ayollar ko'proq yo'llarda ham ahamiyat beraman, men rolda yuraman, juda ham ko'p baqir-chaqirli ayollar ko'payib ketgan. Erkaklar bilan tepa-teng so'kinadigan ayollar ko'paygan. Bitta narsani bilishlarini xohlayman, so'kingan ayoldan baqirgan ayollar farishtasi bo'lmaydi. Xuddi shu gapga hozir esimga kelganda aytib o'tmoqchiman, gapingizni bo'ldim. Mana har xil joylarda ishlaganman, har xil haqiqat aytganingizdek, nimagadir shunaqa ayollar bir o'zlariga bir status qo'yib olishgan. Jargonlar bilan gapirishsa yoki so'kinib yoki baqirib gapirishsa, bu qanaqadir ular uchun statusda. Men даже o'sha masalan kimdir nimadir deb so'kinganmiz yoki gapirganmiz, o'shani qaytarishga ham o'zimga ep ko'rmayman. Shunaqa bo'lardi. Nimada kollektivlarda ishlaganimizda so'kinadigan ayollar ham, chekadigan ayollar ham bordi. So'kinadigan ayollar ham bunday qarab turib deyishardi. Mayli shu sani oldingda qanaqadir gaplarimni topolmay qolaman, endi erkin gapiraman. Nimaga gapiraver inson? Yo'q, ana sen so'kinishni qabul qilolmaysak, men bo'lsam aytmaganman, so'kinmayman, nimaga hech narsa demaganman. Shunchaki sizni ichki holatingiz baribir o'sha insonga aks etib turadi. Turmush o'rtog'ingizmi, kollektivmi u, ya'ni ayol kishiga bu umuman to'g'ri kelmaydi. Hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Hattoki mana shunaqa deb urushdi degan gap ham hattoki to'g'ri kelmaydi-da. Va turmush o'rtog'im aytadilar, men endi ular san'at sohasida bo'lganlar uchun har xil ayollarni ko'rganlar, aytardilar-da, men shu narsaga qoyil qolardim. Men kimdir bilan masalan gap bo'lgan bo'lsa ham yoki masalan mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa dedi degan joyda imенно o'sha gapiga e'tibor berib turardim, dedilar. Aytmasdan o'tib ketarding, dedilar-da. Chunki men Mahatma Gandining shunaqa gapi bordi, meni qalbim shunchalik tozaki, uni ichiga hamma o'zini oyog'i bilan kirib ketishiga yo'l qo'ymayman degani va men ham tilimni kimnidir bir yomon gapi bilan kir qilishni xohlamayman degan narsa turardi-da menda. Hattoki qaytarib mana bunaqa dedi deysham, men o'zimga ep ko'rmasdim. Bu menimcha ayollar uchun eng muhim holat, muhim jihat. Bu ham tarbiyadan, siz uyingizda ko'rmagansiz bu narsani. To'g'ri, to'g'ri. O'sha uchun ham sizda yo'q bu narsa. Yoki atrofingizdagilardan, ya'ni yaqin qarindosh urug'laringizdan eshitmagansiz. O'shaning uchun ham sizda yo'q. Ya'ni tabiatan sizda yo'q bu narsa. Xo'p, Dilshoda, keling endi ozgina pul haqida to'xtalsak. Pul tomonlama qanaqa o'zgarishlar nimadan keyin aynan sezilarli darajada o'zgardi sizda? O'zingiznikini rezyumerimiz qilib ketaylik. O'zlariniki demak $200 bilan shunchaki qobiliyatlarini namoyon qilgan holatda ishladilar, lekin zo'r bo'lib ketayotgan joyida turmush o'rtoqlari tomonidan, ya'ni o'sha ularni deb to'xtatdim. To'siqlar bo'lgani uchun munosabatlarni saqlab qolish evaziga, ya'ni qaysidir ma'noda o'zlarini qiziqishlarini to'xtatdilar. Ya'ni oilani birinchi o'ringa qo'ydilar.
Pulsiz qoldingiz. Turmush o'rtog'ingizchi? Shu turmush o'rtog'imni oyligiga yashadik. Qancha edi? Masalan, siz o'sha paytda oxirgi 2 millioningizni va yana o'zingizni kamroq pullaringizni, yig'ilgan pullaringizni ehson qildingiz. Ularning daromadlari o'sha paytda qancha edi? O'sha paytda aniq eslolmayman, lekin men taxminan o'sha paytda men $1000 topardim. 2021-yilda bu men uchun просто $200 topilgan pul menga yaxshigina pul edi. $1000, ha? Xo'p, turmush o'rtog'ingiz-chi? Turmush o'rtog'im 500-600. Ha, demak 2 barobar kam. 2 barobar kam bo'lgan. Shundan keyin bizga уже yetardi shu pul. Meni nafsim, ayol nafsi yo'q 700 topar ekanlar, ha, 700 topar ekanlar, lekin baribir menda ko'proq onlayn bo'lganligi uchun menda aylanish оборот ko'p bo'lar edi. Qarasam уже meni qilgan ishimdan xursand bo'lishni boshladilar. Men uchun menga aytmaganlar yuzimga hech qachon, lekin ularda o'sish bo'ldi. Men уже miyamni o'zimga emas, turmush o'rtog'imga qaratdim. Men qilgan ishni nega erkak kishi bo'lib o'qila olmaydi? Dilshoda, sen O'zbekistondan chiqqan qizmassan. Sen o'zingga katta baho berma. Seni ering chetni ko'rgan. Men erim Dubayda ham yashab kelganlar. Dubayda ham yaxshi natijalarga anaqa bo'lganlar. Bu inson ko'p joy ko'rgan. Sen menimcha bu insonga xalaqit bermayapsanmi? Shoshqaloqliging bilan, sabrsizliging bilan. Chunki ayol erkakka nisbatan 2-3 barobar, 2x3 barobar tezroq harakat, tezroq bo'lishini xohlar ekan. Erkaklar bizga qaraganda bosiqroq bo'ladi. Shoshilmaganroq bo'ladi. Undan keyin oradan 1 yil o'tdi. 1 yilda ham o'zgarish ko'p katta bo'lmadi. Men duolarimni, ibodatlarimni 2 barobar ko'paytirdim. Faqat turmush o'rtog'imga qaratdim. Muomalamda turmush o'rtog'ingizni duo qilishni boshladim. Duo qilishni boshladim. Turmush o'rtog'imga psixически kirishni boshladim o'sha. Turmush o'rtog'imni kuchliliklariga o'zlarini ishontirishi, men ular bilan faxrlanishimni, har qanaqa holatda ham biz qaysi shaharga bormaylik, qayoqqa bormaylik, gullab yashnashimizni, chunki biz kuchli juftligimizni. Bilasizmi, biz qanaqa kuchli juftligimiz? Bilasizmi, Alloh bizga nimalarni bergan? Chunki bizda siz borsiz deshni boshladim. Qarasam, har oy boshqacha nimadirlar, o'zlariga bo'lgan anaqa oshishni boshladi. Ishonch, o'zlariga qanaqa ishongan inson bo'lganlar-da, lekin bizning oilaviy mojarolarimizdan meni uni olib bering, buni nimaga qilib bera olmayapti deganimdan menimcha bo'ladi bu narsa, hamma erkaklarda bo'ladi, hammada. Chunki hammani periodida yo'q, birorta erkak yo'qki, men tug'iliboq boy bo'lganman degan. Agar ota-onasi uni doim oxirigacha olib bormagan bo'lsa, har bitta erkak bor boshiga yo'qchilik tushadi. Buni tushunish kerak ayol kishi. Biz qaysidir Instagramda yoki qaysidir o'rtoqlarimizda ko'rib, meni ham erim shunaqa bo'lishi kerak, должен degan narsa bu juda katta xato. Bo'ladi, faqat siz uni sabrini ko'rishingiz kerak. Bo'ladi. Qachon? Balkim kimdadir boshirog'ida, kimdadir oxirog'ida, kimdadir oxirida, kimdadir o'rtasida, ham boshida ham oxirida, qiyinchiliklar o'rtasida. Lekin asosiysi o'sha keladi. Agar shu paytgacha kelmagan bo'lsa, kutinglar keladi. Keladi, albatta keladi. Hammada keladi. Kelmagan inson hozir, masalan, meni ko'rgan inson hozir undan men balandroqman-ku, lekin u meni 3 yilimni, 2 yilimni ko'rmagan-ku. Shu 2-3 yilda meni ko'rganda balki men undan pastroq bo'lgandirman. Shu yillarni taqqoslashni o'rganishimiz kerak. Hamma e'tiborim, ishimni tashladim, hamma narsani tashlab, faqat turmush o'rtog'im bilan band bo'ldim. O'rtoqlarimni hech kimga qo'shilmasdim, uydan chiqmasdim, faqat turmush o'rtog'imni duo qilardim, kelishlariga ovqat tayyorlardim, faqat turmush o'rtog'im bilan yaxshi bo'lishga harakat qildim. To'nim o'zi men baland emasmaniki, yana ham pasaytirishni boshladim. Yetmayapti u insonga. Demak, men yana ham pastroq bo'lishim kerak. U inson yana ham o'zini meni oldimda haqiqiy inson eridek ko'rish kerak. Demak, yana ham nimadirlarni o'qishim kerak. Bo'ldi foydasi. Yaxshigina foydasi bo'ldi. Har qanaqasiga bizda katta o'sish bo'ldi. Psixologik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, men ko'p aytaman, sizni diqqatingiz qayerga qaragan bo'lsa, o'sha narsani o'stirasiz. Ya'ni fikr bu agarda urug' bo'ladigan bo'lsa, qayta unga o'ylash, uni ustida ishlash, bu unga quyilgan suv. Ya'ni sizni diqqatingiz urug'ingiz, turmush o'rtog'ingiz bo'ldi, faqatgina unga qaratildi va har kuni uni ustida ishlashingiz, duolar qilishingiz yoki bo'lmasam o'sha fikrlaringiz o'sha urug'ingizni o'stirdi. Ya'ni turmush o'rtog'ingizni uspешный inson, ya'ni omadli inson, qat'iy inson, yetuk inson degan fikringizni o'stirdingiz. Hozir men qo'rqmay turmush o'rtog'im omadli inson deya olaman.
qo'rqmasdan nimaga qo'l ursalar albatta o'sib unib chiqadi deb o'ylayman. Bu meni o'ylashimga bog'liq ekan. Oldin balki o'ylagandirman, turmush o'rtog'im qanaqa qilib O'zbekistonda ish topib ketadilar. Mana shu menda to'siq bo'lgan psixologически. Men psixologически degan narsaga juda ham katta berilib ketgan qiz emasman-da. Lekin men shuni bildim, ongimda meni qanaqa qilib O'zbekiston pul, qanaqa qilib bunaqa katta pul topsa bo'ladi. Meni xayolim faqat shu Koreyada, Dubayda, Germaniyada katta pullar. O'zingizlar izlab yaxshi topganlar-ku. Bizlardagi muhit boshqa-da. Biz umuman boshqa muhitda katta bo'lganmiz. Yo'q, demoqchi bo'lganim, qanaqa qilib O'zbekistonda topadi degan savolingizga o'zingizda oldingizda javob turibdi-yu demoqchiman. Turmush o'zingiz adingizlar, ya'ni o'zingizni oilangiz. Shuni o'ylamagan ekanman. Shuni o'ylamagan. Hozir shu savol to'g'ri berdingiz. Hech shuni o'ylamagan ekanman. Men o'ylaganmanki, bu dadam meni. Nafaqat dadam, meni amakim ham. Biz успешный oilamiz. O'zimiz. Lekin turmush o'rtog'imni oilalari boshqacharoq edi-da. Bizni oilamiz juda katta oila. Juda ham katta, urg'lab ketishgan oila. Turmush o'rtog'imning oilalari rusiy zabon, boshqacharoq. Meni qaynonamni ota-onalari Ukrainadan kelib qolishganda. Shunaqa bo'lib, ular O'zbekistonga kelib qolishgan. Shungami bilmayman, meni umuman ikkalamiz boshqa qadriyatli insonlar turmush qurganmiz deb o'ylayman. O'zi shunaqa bo'ladi. O'zi doim plyus bilan minus bo'ladi. Bir-birini to'ldirish uchun agar ular faqatgina shu yevropizirованный bo'lib ketsalar, bu yerda mentalitet qolib ketadi. Agar siz faqatgina shu o'zingizni qobig'ingizda shu faqatgina shu bo'ladigan bo'lsangiz, ulardagi yangilik yoki tashqi omillarga bir qanaqadir sizni olib chiqish sizga yetishmagan bo'lardi-da. Men turmushga chiqqanda ko'p narsaga hayron qolganman. Voy, shunaqa qilsa bo'ladimi? Bizda boshqacha edi. Bizda qilish kerakmi? Qilish kerak. Voy, sizlarda yengil ekan, sizlarda yashash osonroq ekan. Bizning oilamiz ham shuncha qiynagansiz turmush o'rtog'ingiz. Shuni edi. Voy, qara, ularda masalan erta turib ko'cha supurish shart bo'lmagan. Meni o'zim qizligimda erta turib, o'zimni hovlim qolmaydi. Buvimni hovlisi qolmaydi. Supurib chiqardim, niyatlarimni aytibdi. Voy, menga успешный turmush o'rtoq nasib qilsin. Nasib qildi. Lekin endi baribir hamma ayollarda bo'ladi bu narsa. Qanchalik buni tez tushunib yetsak, men Xudoga shukr deyman, men 1 yilda tushunib yetdim. Men hozir 5 yilda tushunib yetmaganlar bor. 10 yillab. O 20 yil, 30 yil yashab ajrashib ketayotganlar bor. Mana men tajribamdan bo'lyapti. 30 yil yashab ajrashib ketadi. 27 yil, 28 yil bu уже navarali degani. Bu hamma farzandlari uyli joyli bo'lgan yoshda ham hattoki eplab bo'lmaydigan darajadagi pastlikka, jarlikka qulashlar bor. Ya'ni men aytaman-ku, psixologiyada bola pozitsiyasi degan narsa bor. Siz 90 ga kirsangiz ham, lekin agar siz yetuklik pozitsiyasiga o'tmasangiz, bola pozitsiyasida bo'lsangiz, o'sha payt ham qiynalaverasiz bolaga o'xshab. Unda o'zingizni qiynalishingizga qo'shib boshqalarni ham qiynashni boshlaysiz-da. Ya'ni bola qanaqa injiqlansa, undan so'raydi, bundan so'raydi. Ota-onasi o'tib ketgandan keyin bolalarini vampiriz qilishni boshlaydi. Bor shunaqa ayollar, qaynonalar bor, onalar bor. Bolasini, ya'ni o'sha o'zini injiqligi, kimdir kasalligi, kimdir yana nimasi orqali so'rishni boshlaydi. Men bu yerda yomon demoqchi emasman. Ya'ni psixologik qaraydigan bo'lsak, yetuklik pozitsiyasi yetishmaganda shunaqa bo'ladi. Ya'ni yetuklik pozitsiyasi u siz 18 yoshda bo'lishingiz ham mumkin. 90 yoshda esa bola pozitsiyasida qolishingiz ham mumkin. Bu juda ham muhim. O'sish uchun har bitta kelayotgan qadamdan agar biz bundan qanaqa o'saman deb o'tib ketadigan bo'lsak, biz har safar yangi pog'onaga chiqamiz. Lekin agar biz nolib o'tirsak, yomonlab o'tirsak, g'iybatlashib o'tirsak yoki siqilib, men bechoraman, bunaqaman desangiz, qaytanga yana ham orqaga ketish. Hech kimda foydasi bo'lmagan, menimcha bo'lmasa ham kerak-da. Vaziyatni qo'lga olish kerak. Mas'uliyatni bo'ynimizga olishimiz kerak. Tamom. Erkak kishini volshebniy nimadir tushunmasligimiz kerak. U ham bizga o'xshagan onani qornidan tushgan bir biz bilan teppa-teng hayotni ko'rayotgan inson deb qabul qilsak, sal yengillashamiz. Yana bir narsa, erkaklarimiz ham ishlagan ayollarcha uyi ishini ko'proq talab qilmaslik kerak-da, uyi ayolidan ishlash talab qilmaslik kerak. Xuddi shunga o'xshab ayollarimiz ham turmush o'rtog'imiz ishlayaptimi, ichmayaptimi, chekmayaptimi, urmayaptimi? Menimcha qolganiga ko'z yumsak bo'ladi. Hayotni qiyinlashtirib, takoy geliklar so'rash, bu o'zimizni qiyinlashtiramiz. Bu siz ham yashasa bo'ladi. Moddiy narsaga to'yinmaganlik ham bu ham bolalik pozitsiyasi. Inson moddiyatga to'yinganda, yetuklik pozitsiyasiga o'tganda, qalb darajasiga o'tganda, u narsalar o'z-o'zidan kelishni boshlaydi. Chunki qalb, diqqat
o'zini anglashga, Allohni anglashga va butunlay hayotini isloh qilishga qaratiladi. U paytda moddiyatlar shunchaki har kunlik noningizdek yoki bo'lmasa ovqatingizdek bo'lib qoladi. Menimcha erkaklarni o'zi ham atay qilmasa kerak. Men Albatta. xotinimga eng pastini olib beraman. Albatta. Yo'q, men mana shu Instagramdagi blogerdan men buni kamroq kiyintiraman deb chiqmasa kerak menimcha ko'chaga-da. Shunchaki ayollarimiz ham erkaklarimiz ham Allohning oldida nikohda va'da berganimizni esimizda saqlasak, bu juda ham katta narsa, chunki o'sha aynan bir-birimizni podдержка qilishimiz, va'da beramiz biz Allohning oldida guvohlar bilan. Mana shu narsani lekin hayot davomida unutib qo'yamiz. Shu aslida bizga berilgan, hayotimizni deklaratsiyasi qo'limizga berilgan, lekin o'sha paytdagi gaplar esdan chiqib ketadi-da. Doki hayot gardishi bilan qaytib qolganingizda, o'shani anglab yetganingizda va'da bergandimman, va'damni bajardimmi yo'qmi? Biz va'dani kimga berdik? Allohga berdik. Guvohlar bilan berdik. Ana shu va'damizni agar bajaradigan bo'lsak, ayol kishi ham, erkak kishi ham har doim o'sadi. Rahmat kattakon, Dilshoda juda ham maroqli, mazmunli, hattoki vaqt o'tib ketganini ham bilmay qolibmiz. Shunchalik hali suhbatimiz tugamadi. Agar sizga suhbatimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta kommentariylarda yozib qoldiringlar. Yana suhbatimizni hali juda ham ko'p mavzulari bor, davom ettirishga yana bir marta Dilshodani taklif qilgan bo'lardik mehmonga kelishlarini. Yana bir narsa, masalan, menga o'tgan yili ham 60 million pul kattaroq pul tuyular edi. Bu yil уже menga 100 million pul ham katta pul tuyulmaydi. Uni topsa, buni bir oyda topsa ham bo'ladi. Bu hammasi yo'naltirilgan miyangizga bog'liq. Qachonki biz ochiq nima desam bo'ladi, buni ko'pchilik aytganda, bu men fikrimni to'g'ri yetkazib bera olamanmi yo'qmi? Sizga turmush o'rtog'ingiz tomonidan kelishni ham, o'zingiz tomonidan kelishingizni ham o'zingiz hal qilasiz. Men masalan, endi buni Alloh berdi, ko'pincha meni Instagramimni kuzatib chiqsanglar, ko'p narsa meni turmush o'rtog'imga qaratilgan. Yuz, face, hamma narsa. Buni men o'zim xohlaganman. Men turmush o'rtog'imdan oldinda bo'lishni hech qachon xohlamaganman, xohlamayman ham. Turmush o'rtog'imdan ko'proq mashhurlik ham kerak emas, ko'proq pul topish ham kerak emas. Aynan ular tomonidan menga shu pullar kelyapti. Ular hozir nima bilan shug'ullanadi? Turmush o'rtog'im hozir logistikada ishlaydilar. O'zbekistonda bu juda ham eng yaxshi maosh oladigan ish hisoblanadi. Bundan tashqari kichik yana ishlar qiladi. Hozir yana bir ish boshlayman deb turibdilar. Jon deb qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Faqat siz o'zingizchi, o'zingizni daromadingiz keyin yana o'zimni daromadim ham, meni daromadim hozircha Instagramdan reklamalarim bor. Reklamalarim juda yaxshi. Lekin men ko'pincha Instagramga qarab qolmaganman, chunki meni turmush o'rtog'im tomonidan beriladigan. Yo'q, tushundim. O'sha o'zingizniki oldingidan o'sdimi yo'qmi? Masalan, o'sha 1000 dollar topgansiz, o'shandan o'sdimi yo'qmi? Shu juda ko'p deya olmayman. Lekin turmush o'rtog'imdan kelishi bir xil. Yo'q, kelishi turmush o'rtog'ingizdan kelishi bundan qayerdan bo'lsa ham kelyapti. Ana shu undan ko'tarildi. Shunaqa. Ancha, ayniqsa sizni eng katta yutug'ingiz, ayollarning eng katta yutug'i sizni qancha o'zingiz ishlab topayotganingiz emas, sizga kelayotgani, turmush o'rtog'ingiz tomonidan kelayotgan. Shu juda ham zo'r insight, bu ayollarga muhim bo'lishi kerak bo'lgan narsa shu. Ya'ni sizni daromadingiz qanchaligi emas. Ayol kishi agar maza qilib ishlasa, o'zi xohlagan ishda, xohlaganida qiziqib, ya'ni erkin ijod qilib ishlasa, sizga ham ijod baribir. Ijod qilib ishlaganda ayollik energiyasi oshadi. Ayollik energiyasi oshganda erkaklik energiyasi o'sishiga izn beradi. Men ayollarni hech ham o'tirib qolishiga qarshiman. Lekin hamma narsani me'yori bo'ladi. O'zimizni nima desam bo'ladi, hayotda eng qiyini me'yor ushlab qolishda. Bizda ayollar yo o'tib ketib qoladi yoki uyda o'tirib qoladi. O'rtadagi narsani ushlash juda qiyin ekan-da. O'zimda ham shunaqa bo'ladi, lekin men hozircha ushlayapman deb o'ylayman. Ozgina ko'chaga ko'proq chiqib olsam, yo'q, to'xta deyman. Sen unaqa ayol emassan. O'zing, meni ishim o'zimga juda yoqadi. Instagram, nimadirlar, men ijodkorman. Nimadirlar yaratishni yaxshi ko'raman. Mana sekin, asta menga ruxsatam tegishni boshlayapti. Endi o'zimni ishimni qilishga. Lekin shunda ham meni fikrim turmush o'rtog'imga qaratilgan. Meni butun vujudim, fikrim turmush o'rtog'im agarda men ket, bu ishlarni qo'y, meni o'z ishim yetar desa, men shu yerda tashlayman. Zo'r. Men qo'limni ko'tarib chiqib ketaman. Meni hayotimga shu inson yetadi. Xulosa o'rnida bizni kuzatuvchilarimizga nima degan bo'lardingiz? Bugungi suhbatimiz. Bugungi suhbatimiz menga juda ham yoqdi. Juda ham yaxshi savollar bo'ldi. Mana shu savollar bermadilar degan narsa menda bo'lmadi. Qaysi savol ko'proq yoqdi?
Ko'p savolingiz yoqdi. Hammasi ko'nglimdagidek bo'ldi. Shu narsani yetkazib bera olmayotgan edim. Shu savol bilan siz to'ldirib ketdingiz meni. Xulosa o'rnida aytaman. Turmush o'rtog'ini ardolagan, hurmat qilgan, duo qilgan ayollar balki hozir emasdir. Balki yana 2-3 yil sabr qilish kerak, balki 5 yil, lekin albatta turmush o'rtog'iga ishongan ayolni eri o'smasdan qolmaydi. Turmush o'rtog'ingiz o'smayaptimi? Demak, sizda nimadir bordir. Siz o'zingizni o'stirishingiz kerakdir. Undan olib men nega shu erga tegdim, shu erni deb bo'ldi degan narsani o'rniga menimcha o'tirib o'zimizni isloh qilganimiz to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Hayotda baxt pul bilan emas. Hayotda baxt turmush o'rtog'ini sog'lom munosabatlarda. Sog'lom munosabat bo'lish uchun birinchi o'rinda ayolga ham bog'liq. Ayol tonini, o'zini va turmush o'rtog'i fikrlarini to'g'ri yetkazib bera olsa, har bitta erkak, men kecha aytdim, 3 xil erkak bo'ladi. Uni bo'lib olish o'zimizga bog'liq. Erimizni, masalan, men o'zim erimdan, siz o'zingizdan kelib chiqib kimdirga maslahat berib qo'yishimiz mumkin. Bundan men juda ham yiroqman, lekin общий qilib ayta olaman, turmush o'rtog'imiz bilan O'zbekiston 90% ayollari sinaladi. Siz emas. Faqat men emas. Hamma. Shuning uchun ozgina sabr, toqat, duoda, to'g'ri yo'nalishda. Agar turmush o'rtog'ingizni yo'nalishiga qaratsangiz, agar turmush o'rtog'im ishonaman men shu insonni yaxshi bo'lishingiz, albatta u inson bo'ladi. Albatta, chunki bizni ichimizdagi niyatlarimizga hayotimiz bog'liq. Shu narsani aytaman. Ko'proq yaxshi insonlarni eshitishlarini tavsiya beraman. Chunki kimdirga motivatsiya. Va menga juda ham yoqqan narsa aynan o'zlarini kibrda ekanliklarini bilganlarini va buni tan ola olganlari. Bu ishoninglar ayollar juda ham muhim narsa. Mana shu joyiga e'tibor berib, o'zingizga ham shunchaki savol bering. Siz kimgadir aytishingiz shart emas, menda kibr bor ekan. Xulosa qiling va o'shani shunchaki yechimini bering. Hech kimga hech narsa isbotlash shart emas. Faqatgina xulosa. Biz nimani ko'zlasak, o'sha narsaga erishamiz. Juda ham xursand bo'ldim. Men bugun meni taklif qilishganiga, to'g'risi, mana bilasizlar, meni kuzatuvchilarim, men umuman Instagram yoki blogerlarni kuzatmayman, lekin men bugun aynan Dilshoda bilan gaplashib juda ham mazza qildim. Juda ham o'xshashliklar ko'p. O'zi har doim aytaman, bizga har doim akslarimiz uchraydi. O'tgan safar Iman bilan gaplashganimizda ham xuddi shu narsani his qilgandim va bugun Dilshoda bilan gaplashib yoshimizda farq bo'lishiga yoki oilaviy holatimizda, ya'ni menda 4 ta farzand, bularda hali farzand yo'q, qaramasdan fikrlarimiz juda ham bir uyg'un kelishi, menimcha bu ham bitta katta baxt. Hammaga rahmat kattakon. Sizga aynan qaysi bir joyi boshqacha yoqdi? Qaysi joyidan o'zingizga xulosa chiqardingiz? Qaysi joyiga aynan mana shu joyini o'zimga insight qilib oldim, o'zimga zametka qilib oldim, hayotimda albatta qo'llayman deb o'zingizga xulosa chiqardingiz? Bular haqida albatta kommentariyada yozib qoling. Oxirida yana bir narsani aytmoqchiman. Hozirgi psixologlarni hammasini ham tavsiya qila olmayman. Juda ham ko'pchilik aytishyapti, kuchli bo'ling, chegarangizni biling. Qizlar, bu o'ziga samotsenkasi juda ham yaxshi, normal insonlarga aytilgan gap emas. Bu juda ham bo'sh ayollar bo'ladi. Fikrini umuman yetkiza olmaydigan juda ham bir yuvosh ayollar bo'ladi. Bizning jamiyatimizda hozir juda ham kuzatyapman-da. Men o'zim nechtasini ko'raman. Turmush o'rtog'iga shunaqa muomala qiladi. Men o'ylayman, o'rtog'iga bu muomala. Bunaqa muomala qilinmaydi. U inson bizga Alloh tomonidan berilgan inson. Balki u yomondir, balki boshqa, lekin biz o'zimiz yaxshi bo'laylik, o'zimiz vijdonimizni oldida. To'g'ri, u bizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lmas. Lekin biz ertaga borganda Alloh oldida bu inson menga yomon gapirganda ham men unga hurmat bilan javob berdim. Shu narsani ayta olaylik. Hozirgi psixologlarning ko'pi erga nisbatan o'zingizni chegarangizni qo'ying. Albatta qo'yilishi kerak, lekin iltimos oshirib yormanglar. Bu ajralish bilan tugaydi. Albatta ayol kishining yumshoqligi, bir pog'ona pastda turishi bilan biz ayolmiz. Biz erkak emasmiz. Gapingizga 100% qo'shilaman. Haqiqatda bugun men ham nimalarda, konsultatsiyalarda reabilitatsiya qilishga to'g'ri kelyapti. Men hech qaysi bir psixologni yoki boshqa, men uchun hamma kollega. Masalan, menga ko'pincha aytishganda, raqobatchingiz kim yoki kim, masalan, kim bilan kim raqobat qilasiz, sorinovание qilasiz deganda, men har doim aytaman, menda raqobatchi yo'q, menda hamkasblar bor. Chunki psixologlar biz insonlarga yordam berish uchun yo'lga chiqqan bir yo'lovchilarmiz, ya'ni yo'l boshchilarimiz va kimlargadir yordam beramiz. Adashtirmayaptimi? O'shani aytamanki, ya'ni menga kelayotgan paytda haqiqatda men o'zimni bu yoqda bir bilimim kimnikidan kuchli yo bir boshqachaman demoqchi emasman. Shunchaki hozir siz aytgan narsangizga qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lganim,
haqiqatda ajrim yoqasida kelayotgan oilalar уже ajrashib ketgan yoki bo'lmasam yana ham depressiya holatida, ya'ni man qaror qilib ajrashdim, menga shunaqa maslahat berdi, san o'zing yolg'iz kelgansan dunyoga, yolg'iz ketasan, unaqa bunaqa degan gaplar gapirildi deb har xil gaplar gapirishgan. Lekin men buni kimgadir bir hozir nima qilish uchun hech qachon bu gapni ko'tarmaganman. Hozir siz gapingizga kelib aytmoqchi bo'lganim, haqiqatda insonni psixolog shunaqa bo'lishi kerakki, xuddi siz aytganingizdek, hammaga ham maslahat bir xil maslahat to'g'ri kelmaydi. Masalan, bitta ko'ylakni men kiysam yarashadi, siz kiysangiz yarashmaydi-ku. Xuddi shunaqa psixologni vazifasi ham shunda. Ya'ni ajratib olish, qaysi maslahatni qayerda berish kerak, kimga berish kerak. Reabilitatsiya qilishga to'g'ri kelyotadiganim mana shu ajrim yoqasida olib chiqib ketish va haligi kibrdan shunchalik kibrga yana ham kirib qolganki, unaqada sezam, o'shandan olib chiqib ketish da ozgina qiyinchilik talab qilyapti, lekin o'sha narsadan o'tib ketgandan keyin rahmatlar eshitganda juda xursand bo'laman. O'shaning uchun har doim aytaman, meni tajribamda Allohga behisob shukr aytadigan narsam, birorta ajrim yoqasidagi oila ajrashib ketmagan. Qaytanga 20 yil, 15 yil ajrashganlar, 30 yil ajrimda bo'lganlar birlashib ketganligi bo'lgan. Lekin ajrim yoqasida birorta oila ajrashmagan. Nima uchun? Chunki meni birinchi o'rindagi maqsadim, Alloh bizni juft qilib yaratdimi? Va bitta oila agar buzilsa arsh larzaga keladi dedimi, demak shuni o'zi bizga o'sha yetadi. Lekin bu bilanchi uradigan erkaklarimiz ham bor-da, shunaqa uradi, shafqatsizlarcha uradi. Lekin ular bu maslahatlarimiz hamchi ularga emas. Yo'q, men bunga qo'shilmayman, chunki men o'zim psixolog sifatida har bitta narsani inson o'zi yechsa bo'ladi degan narsaga har doim ishonchim komil bo'lgan va ayollarimiz ham siz aytganingizda xuddi yengil gapirayotganda o'zida unaqa emas deb gapiryapti deb o'ylardim, lekin o'zim hozir shu hayotga keldim. 20 yil ichgan erkak bir kunda shunday joy namozini olib men masjidga ketdim, men roza tutaman deb ketsa yoki bo'lmasam 20 yil doim so'kib bir ismi bilan chaqirmay yoki onasi demasin doim bir narsa laqablar qo'yib xotinini chaqiradigan, birdaniga malikam deydigan bo'lsa yoki bo'lmasam urib, surib, ko'kartirib, sindirib yurgan bir joyini shu ayollar, erkaklar shunaqa munosabatda bo'lgan ayollar birdaniga turmush o'rtoqlari qaytanga urish o'rniga qaytanga ishlarida yordam berish, hattoki og'ir sumka ko'tartirmaydigan darajaga chiqqanda. Mashalloh. Demak, bu nimada? Demak, agar ayol kamroqligi mana shu yerda endi yo'q, men psixolog sifatida aytmoqchi bu narsani. Siz o'zingiz hayotingizdan tajribada. Aytmoqchi bo'lganim, ayol agar o'zidan, ya'ni mas'uliyatni o'zining bo'yniga olsa, hali aytganimizdek, men oynani ko'ryapman. Va shunaqangi ayollar borki, urmaguncha tushunmaydi-da. Demak, siz o'zgarishingiz kerak. Demak, siz urmaydigan darajaga chiqishingiz kerakki, xuddi siz aytganingiz menga yoqmaydi deb ishonch bilan chiroyli aytganda erkak tushunadi. U shu narsani tushuntirish yo'li bor-da, bir xilgina shunaqa qo'pol erini hali tushunib yetmagan. Men birinchi o'chirda qizlarga eringlarni avval tushuninglar, o'rganish kerak. O'rganinglar. Meni erimga qilingan muomala sizlarnikiga tushmasligi mumkin. Masalan, meni muomalam boshqa erkakka tushmasligi mumkin. Men doim aytib, yoqmadimi? Albatta aytaman. Menga bu yoqmadi va buni tushuntirishimiz kerak-da. Bir xilgilarni to'ni balandroq chiqib ketadi va u bir-biriga tushmaydi. Meni turmush o'rtog'imga eng yoqmagan narsa to'ni baland ayollarni yomon ko'radi. Bir xil erkaklarni xuddi shunaqa qabul qiladi, mayli, tabiati shunaqa deydi. Bir xil ayol ularga sal balandroq gapirsangiz ham hayot bo'lib ketaveradi. Lekin meni turmush o'rtog'im bilan emas. Masalan, bir xil erkaklarga meni injiqligim yoki meni berayotgan talablarim tushmasligi, masalan, men mashina haydashga kelsa, men eng yaxshisini tanlayman. Qaysi birini olib bersa, qimmatrog'ini tanlayman. Bir xil erkaklarga ko'tara olmasligi mumkin, lekin meni turmush o'rtog'im ko'tara oladilar buni. Ya'ni turmush o'rtog'ingizdan sizniki qimmatroqmi? Yo'q, turmush o'rtog'imniki bilan teng. Lekin olinayotgan joyda qimmatroq. Lekin qimmatrog'ini yo'q, men yoqmadi, menga almashtirib bering, iltimos, yoqmayapti menga desam, bu va mayli, o'zi sen shunaqasan, injiqsan, bo'ldi deydilar. Qattan bo'lsa ham pul topib beraman deydi. Chunki sizni munosabatlaringiz injiqliklaringizdan ancha ustunda. Injiqliklaringiz sizni qilayotgan chiroyli munosabatlaringiz oldida bir kichkinagina zarracha-da, mayli degan narsa. O'shaning uchun bir-birimizga qadam tashlayotgandirmiz, balki, lekin shunaqa deyman, meni bu talablarimga boshqa yer balki anaqa qilmas. Meni masalan, xohlagan paytda shuni aytaman deb, pulingiz bormi demaydigan otaman bor-da bir xilgi payt. Shuni olib kelib bera olasizmi deyman. O'zi to'g'ri munosabat bu. Pulingiz bormi deb so'rash emas, aksincha siz pulingiz bormi deganingizda siz unga shubha uyg'otib qo'yasiz.
haqiqatda pulim qancha, bormi yo'qmi, kammi? Agar siz mana shu narsani olib kelib bering deganingiz, unga bir signal boradi, demak men qila olaman, demak men bora olaman. Bu to'g'ri narsa, bizda ham xuddi shunaqa. Уже agar siz bu narsani to'g'ri dalishda davom ettiradigan bo'lsangiz, bora-bora siz aytmasangiz ham nima olvali, yo hamma narsa bor desangiz, yo et nimadir olvali, bizda shunaqada. Yo et nimadir quruq kirmayman, voy uyga kelyapsiz, mehmonga kelasiz har kun. Yo'q, har kuni albatta nimadir olib kelish bor.